Hammaga salom o'rtoqlar. Men 3 yil davomida klassika, SMC, ICT strategiyalarini o'rgandim. Lekin 3 yildan keyin men juda ham boshqa narsalarni tushunib yetdim. Meni yo'lim bu emasligini tushunib yetdim. Bu strategiyalar yomon degani emas. Hozir hamma narsani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aynan bu strategiyalarni o'rganganim, 3 yil vaqtimni shu narsalarga sarflaganim menga foyda bo'ldimi yoki zarar bo'ldimi? Qaranglar, Bushido series degan 10 ta videodan iborat seriya olaman. Aynan bu birinchisi. Mana shu 10 ta video sizlar uchun manfaatli, foydali bo'ladi deb o'ylayman. Tradingdagi qanchadir yo'linglarni yaqin qiladi, balkim sizlar uchun o'z yo'linglarni topolmayotgan bo'lsanglar, o'z yo'linglarni topishda yordam beradi. Xo'p, birinchi bo'lib mana ekranda ko'rib turibmiz mavzuyimiz ICT, SMC va klassikadan nega voz kechdim? 3 ta konsepsiyani sinab ko'rgan yo'lim va nima uchun ular meni to'liq qoniqtira olmadi? Bu savollarga javob beramiz. Birinchidan boshlaylik. Birinchisi klassika o'rganishni boshladim. Hamma qatori o'sha internetdan, boshqa joylardan klassika strategiyasini o'rganishni boshladim. Klassika menga nimalarni o'rgatdi? Support, resistance, trend liniya, trend chiziqlari, patternlar o'rgandim, indikatorlar, RSI, MACD, bu narsalarni tushunib yetdim. Ya'ni bunda o'rgandim, o'sha momentum nima, o'sha impuls nima, qo'llab-quvvatlash zonasi nima, qarshilik zonasi nima, bu narsalarni o'rgandim. Aynan men bu narsalarni foydalanishni boshlaganimda men bu narsaning yetarli emasligini tushunib yetdim. Chunki men bu narsani bilganimda demoda test qildim. Na stop loss, error degan narsalarni unaqa yaxshi tushunmayman u paytda. Depozit qildim, savdo qildim, o'xshaydi, sliv bo'lib ketadi, risk management degan narsa haqida u paytda unaqa chuqur tushunchalar yo'q. Ya'ni tabiiyki bu klassikadan yetarlicha, deyarli hamma hech kim qoniqmaydi bu narsani, faqat klassikani o'zi bilan. Chunki birinchi kirgan inson baribir klassika bilan kiradi, o'sha qo'llab-quvvatlash, trendiy liniya, shunaqa narsalar bilan kirib keladi, lekin qaraydiki bir kun foyda qiladi, ikkinchi kun minus qiladi, baribir общий qaraganda esa baribir minusda bo'ladi inson. Shan evaziga bu klassikani unaqa chuqur tushuntirmayman, chunki bu deyarli hech kim unaqa qoniqtirmagan. Ikkinchi bosqich menda уже SMC nima? Ya'ni SMC ga kirib keldim. Ya'ni SMC u paytlarda juda ham populyarni bo'lgan payti, ya'ni smart money konsept, aqlli pul boshqaruvi. ICT ni soddalashtirilgan varianti, bundoq qilib aytganda, bunda men nimani o'rgandim? O'sha strukturani sal mukammalroq o'rgandim. Ya'ni break off struktura, chok o'rgandim, trend o'zgarishlarini, ya'ni trendiy liniya buzilmasdan oldin aniqlashni o'rgandim, supply demand zonalari. SMC dan daromad qilmadim emas, aynan SMC kirib kelgan paytlarim prop firmalari juda ham mashhur bo'lishni boshlagan paytlari edi. Aynan mashhur bo'lishni boshlagan paytlar bo'lganligi uchun prop firmada ishlab, shu errorda 1 ga 1, 1 ga 2, uzog'i borsa 1 ga 3 ishlab foyda qilganman. Xo'p, bunda ham nimaga men yetarlicha o'zimga hamma narsani ola olmadim? Chunki bunda ham kamchiliklar bor edi, davomiy ishlamas edi. Masalan, deylik men bugun daromad qilsam va ertaga stop loss olsam, deyarli 0 da bo'lardim. Ya'ni 2 kunim bo'sh o'tgan bo'lardi. Ya'ni bugungi daromadimni kecha stop loss olgan bo'lardim. Agar unda ham o'zimni o'sha emotsiyalarimni to'g'ri ushlab tura olsam. Agar o'sha ertasi kuni yana bitta savdo qilib stop loss olsam, men o'sha 2 kun ichida zararda bo'lardim. Bugungi foydam ham zarar bo'lib ketgan bo'lardi. Bu yerda ko'proq o'sha error nisbati haqida gapiryapman. Bunda ham yetarlicha anaqa ola olmadim, o'zimga kerakli narsani ola olmadim, haqiqatlarni ola olmadim, chunki baribir общий oylik bo'ladimi? Bir oy 1-2% prop shotlarda foyda chiqadigan bo'lsam, ikkinchi oyda minusda chiqib ketardim. Uchinchi oyda esa вообще bu foydalarga chiqa olmaganligim sababli, o'sha oxirgi pullarimga prop hisob sotib olganligim sababli yana emotsiyalar aralashib, emotsiya bilan savdo qilib yana ham minusga kirardim, prop shotlarni portlatib yuborardim, ya'ni sliv bo'lib ketardi. Xullas SMC da ham baribir men o'zimga kerakli narsani topa olmadim. Undan keyin ICT bundan keyin juda ham populyarni bo'ldi. Mana shu 3-etapim menda bu yoqda birinchi bosqichda yozgan ekanman.
Shu 3-bosqich menda nima bo'ldi? ICT bo'ldi. ICT juda ham populyarni bo'ldi aynan o'sha ko'p firmalar chiqqan paytda. Endi hamma ICT haqida gapirishni boshladi. ICT o'sha o'rganishni boshladim men o'zim ham. ICT menga nimalar berdi? Ya'ni ICT menga eng muhim narsani tushuntirdi. Bozor mana shu butun bozor tarixida birinchi bo'lib insonlarga manipulyatsiya borligini ochiqlab bergan strategiya bu ICT hisoblanadi. ICT aynan men topolmagan javoblarimga javob berdi. Ya'ni haqiqatan bozorda manipulyatsiya borligi, nimaga ba'zi holatlarda biz shu o'rganayotgan strategiyalarimiz ishlamasligi, mana shu manipulyatsiya borligini ICT tushuntirdi. Va ikkinchi bo'lib bozor strukturasi sal o'zgardi, chunki manipulyatsiya qo'shilganligi uchun ICT menga bu narsalarni berdi. O'sha liquidity degan narsalarni tushunishni boshladim, yana ham mukammal. O'zi aslida SMC'da ham liquidity degan tushuncha bor, lekin ICTda yana ham chuqurroq tushuntirilgan, asl mohiyati sal ochiqlanib, o'sha katta o'yinchilar likvidlik qayerda yig'ilishi mumkinligi tahlil qilish uslublari o'rgatilgan. Undan keyin fair value'ga o'sha momentum impuls bo'lgandan keyingi bo'shliqlar, ya'ni katta kitlar, katta o'yinchilar, katta orderlar qaysi tomonga ketayotganligini aynan QVG buni SMC'da ham o'rgatilgan. O'zi SMC'da ham imbalans deb, ICT'da esa asl mohiyatini tushuntirgan holatda fair value gap QVG qilib o'rgatilgan. ICT'da hop aytmoqman, manipulyatsiyani o'rgandim, likvidlarni sal chuqurroq tushuntirdi, kerakli narsalarni tushuntirdi. Hop, bu yerda muammo nima bo'ldi? Nimaga men ICT'da qolmadim degan savol bo'lishi mumkin. ICT'da men nima uchun qolmadim? ICT'ning kamchiliklari birinchi navbatda men doim aytadigan error, risk reward degan narsa edi birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda ICTning muammosi kerakli paytda bozor setup bersa savdo qilish kerak. Agar setup bermasa, bugun o'sha nolda chiqish kerak, ya'ni bugun savdo qilmaslik kerak degan tushuncha bor edi. ICTni bundoq qilib aytganda mukammal emas, yaxshi strategiya deyish mumkin. O'sha boya aytganimdek, haqiqatan bozorda manipulyatsiya borligini birinchi bo'lib ICT ochib bergan. Endi birinchi sababi risk reward kichkinaligi. Men ICTda qolmaganligim sababli. Ikkinchisi esa bozor har kun setup bermasligi. Uchinchi sabab esa xuddi boya aytganimdek, baribir stop loss olgan taqdirimda yana risk rewardga borib taqaladi. Stop loss olgan taqdirimda kechagi va undan oldingi foydalarimni ham olib ketib qolish mumkinligi. Hattoki ICTda ishlab o'ta intizomga qolishga harakat qildim. O'sha aynan keltirilgan u yoqdagi bilimlarga asosan, lekin ba'zi holatlarda bu intizomda turish qiyin, chunki bizda budjet million dollar yoki 500 ming, 400 ming, 200 ming dollar emas. Xuddi shunaqa o'sha daromad unaqa meni qoniqtirmaganligi uchun ham albatta men ICTdan ham chiqdim. Bu narsa meni qoniqtirmadi va yana boshqa bilimlarni o'rganishga, bundan ham boshqacharoq yechim borligiga qanaqadir ichimdan ishonardim va o'sha yechimlarni qidirishni boshladim. ICT ham bundoq qilib aytganda meni qoniqtirmadi, chunki ICTda ham stop loss bor, doim o'sha o'rgatilgan narsasi to'laqonli ishlamaydi. Bu hech qaysi strategiyada 100% hamma narsa doim ishlamaydi. Hammasida stop loss bor. Lekin bu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan boshqa nuqta bor. Bunga yechim bo'la oladigan bu narsa haqida ham hozir gaplashamiz. Xo'p, ya'ni sizlar bilan shu paytgacha, ya'ni 3 yil ichida men 3 ta strategiyani nima uchun o'rganganim va nima uchun ulardan chiqqanligimni tushuntirib berdim. Endi keyingi etapga aytadigan bo'lsak, umumiy muammoga kelamiz. Mana shu 3 ta strategiyadan umumiy muammo. Bir xil muammoga duch keldim. Nima bo'lyapti degan savol. ICTda manipulyatsiya tushuntirilgan deyarli qismlarda ba'zi holatlarda manipulyatsiya to'laqonli yoritilmagan. Ba'zi holatlarda manipulyatsiyani to'laqonli tushunmaymiz. O'sha tushunmagan holatimizda biz savdo qilmasligimiz kerak. Bozorda nima bo'layotganligini tushunmagan holatimizda ICTda skip bo'lishi kerak. Ya'ni shu kunni o'tkazishimizga to'g'ri keladi. Lekin bu bozorda nimadir haqiqat bor-ku, bu harakatlar nima uchun bo'layotganligini bilib olamiz-ku. Mana ICTning o'zi qanaqadir manipulyatsiya borligini bozorda o'zi ochiqlab berdi. Nahotki faqatgina bir qismini ochiqlay oladi.
qolgan ikkinchi, uchinchi qolgan qismlarni ham ochiqlash imkoni bordir degan fikr bilan mana shu muammo bilan men boshqa narsaga o'tdim. O'sha keyingi yana muammolar nima yetishmasligiga sabab o'sha ko'p fail signallar, o'sha boya aytganimdek tushunmagan joyda skip qilish yoki stop olgandan keyin boshqa trade qilmaslik, mana shu narsalar menga juda ham ko'p ta'sir ko'rsatdi va ICT dan ham bundoq qilib aytganda chiqishga to'g'ri keldi menda. Lekin o'sha boya aytganimdek bu strategiya yomon degani emas. Haqiqatan daromad qilib yurgan insonlar bor ICT da. Men ularni doim qo'llab-quvvatlayman, kuzataman. Prosta bu menga to'g'ri kelmadi. Iltimos, sizlardan mana shu Bushido Insight seriyasini oxirigacha ko'rmasdan bitta fikr bildirmanglar. Bu meni dunyoqarashim, meni qarashim bozorga. Hammada har xil xarakter, kimdir uzoq muddatli pozitsiyani ushlab tura oladi, kimdir ushlab tura olmaydi. O'shaning uchun meni seriyasining 10 ta qismini ko'rib, общий xulosaga kelinglar. Kitobning birinchi sahifasini o'qib turib, kitob haqida bir fikr bildirmanglar, negativ yozmanglar, iltimos. Xo'p, keyingi yana o'sha keyingi narsaga o'taman. Nega boshqa yo'l qidirdim? Natijalar o'sha barqaror emas edi. O'sha boya aytdim, bu narsalarni hissiy charchash to'plandi. Hissiy charchash nima uchun? Chunki bizni holimiz ham yo'qmi, bu tradingga daromad qilish uchun kelganmiz. Daromad yaxshi bo'lmagandan keyin insonda energiya, hissiyot cho'kadi. Kerakli natija olinmagandan keyin o'sha masalan deylik prop shotda 5% foyda qilganimdan keyin ketma-ket 2 ta stop, 3 ta stop olsam, undan keyingi kunlari o'sha bu profitim ham ketib qolaversa minusga ham kirib qolardim. Bu o'sha hissiyot taraflama juda ham charchardim. Ba'zida qo'limni siltab yuborishgacha ham kelgan, ya'ni bu sohadan chiqib ketaman degan narsalar bo'lgan. Keyin o'sha asosiy savol shu qoldi. Nima bozorni kim va nega shu tarzda harakatlantiryapti? Nimaga bizni tushunmagan joyimizda kim tushunyapti bozorni? Bizni bozor o'sha tushunmasdan skip qilgan kunlarimiz yoki stop loss olgan kunlarimiz, buni aslida bir mohiyat bor-ku. Bu murakkab bir soha. Bunda har bitta harakati tagida katta pul, katta narsalar yotibdi. Nahotki buni bir o'zini bir price action'i bo'lmasa degan tushuncha bor edi. Ilmiy mohiyati bo'lmasa degan narsa bor edi. Va albatta bu savollarga keyin men nima narsada javob oldim qaranglar. Men bundan keyin manipulyatsiyaga duch keldim. Ya'ni manipulyatsiya konsepsiyasiga, ya'ni to'laqonli bozorda manipulyatsiyani tushunish konsepsiyasiga duch keldim. Buni albatta o'sha Mr. Casino tushuntirgan. Buni ko'chada bank manipulyatsiyasi deymiz. Buni ko'pchilik biladi. Mana shu narsaga duch keldim. U inson aynan ICT, SMC, klassika mana shu narsalarni mukammal o'rgangan va ulardagi kamchiliklarni topgan holatda manipulyatsiyani yana ham price action bilan taqqoslagan holatda har bitta candle'ni ilmiy mohiyati va nima qilmoqchiligi va o'sha candle'lar ichidagi qanaqa manipulyatsiyalar borligini tushuntirib bergan inson. Va men bu narsaga duch kelganimda juda ham kichkina error nisbatini ko'rdim. Haqiqatdan 1/20, 1/30 unaqa uzoq muddatda emas, day trading qilib ham topish imkoniyatini ko'rdim. Buni backtestlarim davomida natijada ko'rdim. O'zim realni savdo qilganda realni natijalarimda ko'rdim. Unaqa katta depozitda ishlamasam ham realni natijalarni ko'rdim va mana shunda men haqiqat borligini tushundim. Chunki har bitta candle'ga urg'u berilgan bitta. Har bitta candle'lar ichidagi manipulyatsiya haqida tushuntirilgan. Qanaqa qilib minimalni, ya'ni kichkina time frame'dagi, ya'ni time frame strange, time frame quvvatini ichidagi kichkina manipulyatsiyalargacha tushuntirgan. Va men bu narsaga duch kelganimdan keyin menda bu yechim degan savolga, ya'ni javobga keldim. Va buni o'rganishni boshladim. Buni o'rganishim o'zi menga 1 yildan oshiq vaqt talab qildi. Buni orasida o'sha o'rganayotgan paytimda shoshqaloqlik menda ham bor, insonmiz, xatoga moyilmiz. Depozitlar qildim, to'laqonli o'rganmasdan slivlar ham qildim buni o'rganish jarayonida. Buni tushunmagan holatlarda o'sha prop shotlarni ham yana sliv qildim. Yana slivlar bo'ldi. Va o'sha 1 yildan oshiq backtest, kuzatish, harakat bo'lgandan keyin aynan bu yana ham to'laqonli ishlashni boshladi. Endi общий xulosaga kelsam, bundan tepadagi o'sha 3 ta strategiya menga foydali bo'ldimi? Albatta foydali bo'lgan joylari ko'p. Agar ular bo'lmaganda, ICT bo'lmaganda men manipulyatsiya nimaligini bilmasdim. Bu ya'ni kazinoni manipulyatsiya haqidagi tushunchasiga to'g'ridan to'g'ri yana ham yaxshiroq tushunmagan bo'lardim. SMC bo'lmaganda strukturani yaxshi bilmagan bo'lardim. Klassika bo'lmaganda retaillar nima qilayotganligini bilmagan bo'lardim. Xuddi shunaqa
akalar, bu strategiyalar menga albatta foydali bo'lgan, zarari yo'q. To'g'ri, yo'lim uzun bo'ldi, lekin men uchun bular foydali bo'ldi. Bu video menimcha yetarlicha bo'ldi deb o'ylayman. Bushido serisi birinchi qismi, xudo xolasa ikkinchi qismini yana yaqin kunlarda joylab boraman. Meni yaqindan kuzatinglar. Yaqindan Instagramdan, Telegramdan kuzatinglar. Bu yoqda o'z fikrlarimni bo'lishib boraman. Kimgadir bu video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, iltimos qo'llab-quvvatlab YouTube kanalimga obuna bo'lib, o'z fikringlarni va like bosishni unutmanglar.